bugun efirimizga nafaqat ustonaga balkim men yana bitta san'atkor chaqirganman. U san'atkorni hozir davraga taklif etmasam juda ham xafa bo'ladi. Shuning uchun sahnaga Shuhrat medali sohibasi Rohila Rozimovani taklif etamiz. Cennet mekan yurtimni gülzarları acayip. Cennet mekan yurtimni gülzarları acayip. Meni ana halkımni, meni ana halkımni diydarları acayip. Diydarları acayip. Acayip acayip. Gülzarları acayip. Acayip acayip. Diydarları acayip. Bundin asıl güzellik bir geledi dünyaya. Bundin asıl güzellik bir geledi dünyaya. Şu vatanın çırağına, şu vatanın çırağına bolsun canım sadağa, bolsun canım sadağa. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Her tarafı lavazar, bundin diyar kayda var. Adamları mihirli, birbirine medetkar. Vahaları güllegen, ermantılar görmegen. Özbekistan namını yoktur sıra bilmeyen. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Mene hurvatanım kutuq yaşında, Huma kuşu durar aziz başında. Mene hurvatanım kutuq yaşında, Huma kuşu durar aziz başında. Tazim kılıp hizmetine şay bugün, Tazim kılıp hizmetine şay bugün. Oğlanları gül kızları başında. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Oyna 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 kalın kaladı şu vatanda yayra kalın kaladı. Asuda osmonini, tinchgina zamonini. Hech nani denglab bo'lmas issiqqina nonini. Sarhadini bosganmiz, yovlarini qalqanmiz. Yengolmaydi g'animlar, biz bir tanu bir jonmiz. Yengolmaydi g'animlar, biz bir tanu bir jonmiz. Oyna 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 qalin kaladı şu vatanda yayra qalin kaladı. Oyna 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 qalin kaladı şu vatanda yayra qalin kaladı. Oyna qalin kaladı yayra qalin kaladı. Oyna qalin kaladı yayra qalin kaladı. Rohila xonim, keling, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz uchun mana joy tayyorlab qo'ydim. O'shani ham o'tirg'izganim yo'q. Xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. O'tirib olayman. Ushlab turay, bo'lmasam o'tirishim. Ana. Yaxshi joylashib oldingizmi? Jonli efir ketyapti, qulab tushib yana ertaga hit bo'lib turmaydi deymanda. Shuni ayting, Maza xudo qildik. asrasin. Assalomu Yaxshi alaykum. keldingizmi? Rahmat. Bu Salomlashib atlaringizdan olsangiz keyin bo'ladi. choy bermasam bo'lmaydi sizga. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan mana shu uxlamaysizmi ko'rsatuvida diydorlashib turganimizdan juda xursandmiz.
avvalambor mana shu ko'rsatuvga taklif bo'lgani uchun rahmat. Rahmat Rohila xonim. Biz endi Rohila xonim bilan tanishgan paytimizda u paytda dinozavrlar ham tirik edi. U ancha yillar oldin men o'sha Nukusda amfiteatrida yurgan paytimda Rohila xonim adashmasam Birunidan, To'rtko'ldan 4 kelib konsertlarda qatnashib yurardi va o'sha paytda tanishib va mana shu Toshkentga kelgandan keyin Rohila ham aytdi, "Jenisbek Toshkentga ketdi, men ham ketaveray" dedi-da. Yaxshi qo'shiq zo'r. Maza qilib o'ynadim. Bilganimda Rahmat. boshqa kiyimni kiyib kelardim. Hozirgi kunda degan. O'zbekiston Yaxshi, chiroyli. Davlat filarmoniyasi solistkasida. Ha, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Lazgi ashula va raqs ansambli xonandasi. Vohiy. Biz yaqinda konsertingizni ham ko'rdik. Nimada? Xalqlar do'stligi saroyida Lazgi ansamblining juda ham katta konserti Katta bo'ldi. konsert bo'ldi. Adashmasam. Yaqinda 29-30 kunlari bo'lgan bu konsert, gala konsert, shuni aytyapsiz. Ha. Ha. O'sha Og'abek, Ustozlarni ulug'lab konsert dasturi bo'ldi. Og'abek aka, ustozlarimiz barchalar qatnashdi. albatta. O'sha Xalqlar do'stligi saroyi deganda o'zim konsertimdan bir esimga tushib ketaveradi. O'zimni o'zim reklama qilmasam bo'lmayapti-da. Qo'yib beraymi?